Ketdi. Ala olib qo'y. Yugur ala. Yugur. Davay. Davay sol. Van Nek. Urolmadi. Bosik yurib yutqizyapti. Alderete. Charles birinchi. Alderete. Vekic. O'tib ketdi darvozabondan. Faxon va Kinyorga g'alaba. Bitta Kinyorga Pulisic. Eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. 9 bo'ldi. Kleiner. Vana. Bittadan o'g'lamiz transferda ito chiqdi. Shuni olaymi-ki, mana shuni olaman. Puli kamroq ekan. Sotib yuboraman. Qani endi? Mana texnikaga, fitnessga sotib yuboraman. Ketdi. Ana endi Pulisicga yaxshi tezlanishga tushdi. 86 bo'ldi, yaxshi. Endi Anjer bilan o'ynayman, yomoniki emas. Yomonni ham sotib olaymi-ekan? Mana sotib olaman. Endi buni ham sotaman. Endi buni texnikaga sotayman. Endi texnikada kim tushadi? Pastiga tushdi, yaxshi. Shotki bo'lib qoldi. Pulisic. Qani, Shmezireti, Van Nek, Aller, Faxon, Vekic, Faxon, Spinelli bo'ldi. Angers bilan o'ynayman endi. Kim bilan? Angers. Agrizabala, Mezireti, Van Nek, Pulisic. Hisobni ochdi Bruno. 4-daqiqada Pulisic. Va to'plardan chiqib ketdi. Spinelli, Van Nek, Mezireti, Pulisic. To'p chiqib ketdi ulardan. Chiqib ketdi. Vekic. Qo'ydi Aller. Bitta patkat. Agrizabala. Bitta patkat bilan qo'ysa zo'r bo'lardi. Spinelli yaxshi. Lefort. Ikomi Pulisic yugur. Pulisic. Pasaytirchi. Pulisic. Yaxshi Spinelli. Sbai. Eder Aller. Qo'y. Eder pasaytir ovozini. Haydi. Spinelli to'p chiqib ketdi. Keylor Navas. Faxon. Spinelli. Pulisic. Agrizabala. Darvozabondan seyf. Tinchroq joyga kelib oldim. Alderete burchaga tashlaydi. Chichi bordi Alderete. Hervekov ekan darvozabonning ismi. Pulisic qo'ydi va zarba gol. Pulisic hisobni 2-0 qilmoqda. 32-daqiqada Kristian Pulisic. Pressingga boramiz. Mezireti. Yaxshi Mezireti. Pulisic yugur. Pulisic o'tib ketadimi? Qocha oladimi Pulisic? Pas. Agrizabala. Ustunga tegib kirib ketdi va gol. Julian Agrizabala 38-daqiqada hisob 3-0. Kristian Pulisic. Agrizabala chichaga qoldi. Eder Aller. Mezireti. Agrizabala. Pulisic yugur. Pulisic qochib ketyapti. Pulisic gol. Pulisicdan hat-trick erishmoqda. Agrizabaladan esa assist. 9-6 ball bo'lib ketibdi. Pulisic birinchi taymning o'zida, hali ikkinchi taym ham bor. Birinchi taym o'z nihoyasiga yetdi.
Mana ikkinchi taym boshlanyapti. Vaqti ko'rib olaylik. Pulisic charchapti. Kelib Jadabashvilining o'rniga. Keyin bo'ldi. Qolgan mayli. Buni ham alishtiraylik. Buni o'rniga Vinarchik mayli. Bo'ldi. Mana ketdi. Pulisic yugurib beradi. Lefort Pulisicdan ketdi. Ikkita o'zgarish bizdan. Van Nekdan ketdi to'p. 49-daqiqa hali ham 4-0 hisobi. Ekomiye, Van Nek, Pulisic yugur. Pulisic o'tib keta olmadi. Van Nek, Vinarchik bu. Vinarchik tez yugura olmadi. Mezeretti, Van Nek, mana Van Nek. Vinarchik, Pulisic ozgina tepadan ketib qoldi. Ozgina pasaysa, katta ehtimol gol oldi. Darvozaboni Vinarchik, Alderete, Mezeretti, Van Nek, qo'y. Van Nek. Fahon, Alderete, yaxshi. Vinarchik, Pulisic qochib keta olmadi-da. Pulisic oxirgi himoyachidan to'p olib qo'ydi. Mezeretti, bo'lmay qoldi. Spinelli. Mana Ekomiye op qo'y. Yaxshi, Ekomiyedan olib qo'ydi. Ketdi. Ochildi Vinarchik. Pulisic. Paslar o'tmayapti. Velkebla yaxshi. Ne top oldu? Ketdi. Davay. Orqaga qanotdan kelib. Vekic. Vinarchik. Yetib bormadi. Pulisic pressinga. Pulisic. Eder Aller. Mezeretti. O'ngga Spinelli. Ko'tar. Vinarchik bosh ber. Darvozabondan seyf. Hali ham 4-0 hisobi. Fahon. Chiqmadi to'p. Mezeretti. Oyatda chiqar ekanman. Hali qara, ismini o'zgartirib. Pulisic va o'yin tugadi va 4-0 ga g'alaba qozondim.